Yipek yo'lidagi qadimki shaharlarning biri bo'lgan Otishda yiroq qadimki zamonlarga tava ibtidoiy madaniyat izlari, buddizm davriga taalluq qadimki xarobalar, unutilgan qadimki qabrlar, islomiyat davriga taalluq qadimki mozor maqbarlar, turli yoziqlarda yozilgan qimmatli yozma miroslar ko'p bo'lib, bular tarixining uzunligi va tadqiqot qimmati bilan bu qadimiy shahar madaniyatiga o'zini qo'shib turmoqda. Otush rayonining tarixi Qashqar tarixining muhim bir tarkibiy qismi bo'lib, Qashqar yoki Otush tarixini tadqiq qilishda bir butunlikka yuksak darajada ahamiyat berish ikki diyoridagi tarixiy reallikning talebi. Tangirtog'ning janubiy etagiga, Tor mo'ymallig'ining g'arbiy chetiga joylashgan chegara shahar Otush ayni vaqtda Yipek yo'lidagi muhim o'tanglarning biri bo'lish sifati bilan o'xshamagan din va madaniyatning uchrashgan o'rni bo'lgan. Ham har qaysi davriga xos tarixiy izlari bilan to'nilib kelgan. Otush shahri ustun Otush yesidagi Uchburxon Budda xarobasi Otush diyoridagi ayni vaqtdagi buddizm yaldamalarini aniq ko'rsatib beradi. Budda Mung'uyi Otush shahri ustun Otush yezisi Taqut kentining Chaqmoq daryosining janub qirg'og'idagi tikarliqda joylashgan. Buning yer tuzishi sharqiy pas, g'arbiy egiz. Ondan yer yuz bilan bo'lgan egizligi 40 metr keldi. Bu o'rin 1962 yili 7 oyning 11 kuni 2 turkumdagi Abnum rayoni darajalik qo'g'dilgan madaniyatkor o'rni qilib bekitilgan. Uchburxon Budda xarobasi Qashqarning shimoliy tarafi. Ustun Otush Taqut kentining hududidagi qadimgi karvon yo'li liniyasiga to'g'ri keladi. Bu xaroba tik yorliq ustiga joylashgan bo'lg'achqa yaqinqi yillarda bu xarobaning ichiga bevosita kirib tadqiqot etib berilgani yo'q. Uchburxon Toshkent xarobasi Qizilsuv Qirg'iz Abnum oblasti atrofidagi muhim buddizm xaroba balbog'i bo'lgan Chaqmoq daryosining yaqin bo'yidan 20 necha metr egizlikdagi joylashgan bo'lib, u mamlakatimizning eng g'arbidagi tarixiy bir qadar uzun bo'lgan toshkemir san'atining namunasi. Uning yasash uslubidan qaraganda u taxminan milodiya 2-asrning oldi-keyin yasalgan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lganda bu toshkemirni Sharq Xan sulolasining oxirgi mezgillarida yasalgan degan taqdirdimi? Bu Toshkemir xarobasi 1800 yildan ortiq tarixni 5dan o'tkazgan. Uchburxon Budda Ming uyining yasalishi haqida nurg'un rivoyatlar tarqalgan. Uchburxon Ming uyi va boshqa joylardagi Ming uylar asosan daryo yaqin bo'ylaridagi tog' qoptallarga joylashgan. Ajdodlarimiz ashu Ming uylarni qazish, bezash, istiqomat qilish qatorliq jihatlarda xilvat joylarini tanlash bilan birga suvga yaqin bo'lish alohidaligini muhim o'ringa qo'ygan. Mehmet Qadirka demek biz yuqori nurg'ulg'an tarixiy faktlarni o'tirib qo'ydik. Undaqda bu Ming uy kimlar tarafidan qachon yasalgan? Menimcha Uchburxon Budda ibodatxonasi Qashqar va Ustun Otushning eng qadimgi olisi bo'lgan Sakla tarafidan milodining oldi keyinida, ya'ni Sharq Xan sulolasi davrlarida yasalgan bo'lishi mumkin. Bundaq deyishimizning tarix dalili tuvendagi 4 jihat ifodalandi. Birinchidan Abdushukur Muhammad Iminning qadimgi Markaziy Osiyo va G'arbiy Toshkemir san'ati degan kitobida Qashqar Ustun Otush toponomiyasidagi Iksoq, Beysoq, To'qqizoq qatorliq yer joy nomlari qadimgi Saklaning ko'z tutganligi muallashtirilgan. Ikkinchidan tarix materiallarga qaragan chaqda milodining oldi keyinidagi Qashqarga, Yakenga, Xotenga tarqalgan Sakla degan mazmundagi Qashqarga tarqalgan Sakla deganda
bu ustini atıştaki saklanımı көз tutkan, mındaç etken çağda. Üçüncüden, tarqılış liniyasından qarаған çağda Budda dini asasen G'arbdan Şərq tarafga qarab tarqalgan deb aytishga bo'ldi. Bu munosabatda Budda dini avval Qashqar, Xoten, Aqsularga tarqalgan. Bu munosabatni aytishga bo'ladi. Qashqarda eng burun selingan Budda ibodatxonalari Xoten va Aqsu selingan eng qadimgi Budda ibodatxonalaridan bir qadar ilgari turdi deb aytishga bo'ldi. Bu munosabatni aytgan chog'da Uchmurvan Budda ibodatxonasi nisbatan Tarim va Teklimakandagi eng burun selingan Budda ibodatxonasi deb aytishga bo'ladi. To'rtinchidan, biz Budda dinining ijodchisini Saklardan kelib chiqqan Sakyamuni deb qaraganimizda Uchmurvan Budda ibodatxonasini Sakla sog'an, Sakla qo'ygan degan bu hukm nisbatan tarixiy amaliyotga, tarixiy haqiqatga yaqinroq keladi. Üç Burhan Budda'nın öyi, elimizin en g'arbidagi tarixiy bir qadar uzoq Buddizm san'atining muhim yordamchisi. U alohidlik jihatdan tipik Qandihar Buddizm san'atini o'rnak qilgan muhim namoyanda. Bu ming uyning nomi yaqinqi mezgillargacha har xil nomlarda atilib kelmoqda. Cüratka demek bu ming oy yıllardan beri mana shundoq sehri qiyofat bilan bu yerda qolib ketirib turmoqda. Bu ming oy nurg'unlagan har xil ismlar bilan tarix kitoblarda xotirlanib kelgan. Undaqda ush ism haqida tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu ming oyning nomini yerliklar Uchvan, Uchmirvan, Uchtish kitobda ataydi. Buningdagi Uchvan bilan Uchmirvan degan nomning Uch Burhan degandan kelgan aniq. Hadi ba'zi materiallarda bunun boşluktaki o'rni. Hadi işiginin saniga asasen 3 miravan, 3 ayvan, 3 ayvan deydigan atalg'ulmi uchrab turibdi. Anadagi yerlikning 3 miravan deganni buzib yoki 3van degan atalg'usini buzib, Kuchvan deb ataydigan ahvollar uchrab turibdi. Masalan, shuni yaqin atrofdagi yaqilish punktining nomi Kuchvan deb ataldi. Balki shu 3van degandan buzib talaffuz qilib atalgan bo'lishi mumkin. Endi ko'plagan materiallarda tadqiqotchilar buni endi 3 burhonning uyi yoki 9 hujr ming uyi deb ataydi. Hozir buning anglangan nomi va arxivdagi nomi 9 hujra ming uyi deb ilinyapti. Buningdagi 3 burhon deb atildi endi. Bu endi 3 eg'iz uy. Buning ichiga endi butlarninki model heykeli qo'yilgan. Endi Burhanning ma'nosi endi avliyo, iloh degan ma'nolarni berdi. Balkim shu butlarning nomiga asosan buni qo'yilgan. Buni shu Burhan deb atagan bo'lishi mumkin. Yiroqdan ko'rinib turadigan tog' o'ttirsidagi bu uch eshik uzoq zamonlardan buyon Yiroq yaqindan kelgan nurg'un sayyohlar, ekspeditsiyachilarni o'ziga jalb qilib kelgan. Qarasila kirish mumkin bo'lmaydigan bu sirliq o'nkirga kirib, bu joyning amaliyoti bilan tanishish bugungi kundagi ta'xirsiz vazifa edi. Muxbirlarimiz Qizilsuv Qirg'iz Avtonom oblastlik madaniyat yodgorlik idorasidagi va Oltish diyoridagi munosabatli tarix tadqiqotchilari bilan birga bu o'nkir kirishni planladi. Dastlabki kundagi ahvol egallash va uning ichiga kirish planini tuzish uchun bu bir guruhga tavakkulchilar hamma joy oppoq qor bilan yangi izlarni qoldirib, ajdodlarimizning yordamchisi bo'lgan bu tosh kemir haqida atrofli izlandi. Yaqin atrofda o'tirishliq yerlik aholilardan ahvol egallash orqali bu yerga tog' ustidan ortilib tushish qaroriga kelgan bu guruhdagilarning Taqub kentida faoliyatining 3-kuniga qadam qo'ydi. Havo sovuq, uning ustiga tog' usti qor muz bilan qoplanib, silqishib ketgan. Munosabatli o'rinlarning hamkorligi bilan tog' ustidan bir tal org'amcha muvaffaqiyatli qo'yib berilib, tavakkulchilarning ichidagi biraylan
öy ichiga muvaffaqiyatli serilib tushyapti. Biz mana 50 necha yildan beri bu uyga odam oyoqqa bosmagan bu uyga shu topda kirish oldi turmoqdamiz. Demak biz buni ichiga kirib, uning hozirgi amaliy ahvoli zodi qanday tafsiliy ma'lumotga ega bo'lmoqchi. Shu topda men to'yachilanib turyapman. 19-asrning keyingi mezgillarda chet el ekspeditsiyalari hozir biz shu faoliyat qilayotgan shu tog'ning ustidan ish tarafga og'anch orqali tushib, bu yerda nurg'unlagan qimmatlik qadimgi madaniyat yodgorliklarini olib ketgan. Hozir bu uyning ichida zodi qanchalik madaniyat yodgorlik va qanchalik qadimiy izlanlar bor, biz o'z ko'zimiz bilan shuni ko'rmoqchi. Shundoq, oldingi asrning qaraganchi yillari elimiz arxeologi Huang Wenbi Efendi bu tosh kemirga eng oxirgi qatim kirgan ham tashurish ep borgan. Shuningdan tortib ta bugungacha bu joyga qiziquvchi o'tkinchi yo'lovchilar ancha-muncha kirib chiqqan bo'lsa-mu, tadqiqot nuqtasidan bu joyga kirgan kishi yo'q deyarlik edi. Qizilsu Qirg'iz Avtonom oblastlik madaniyat yodgorlik idorasi partiya yachekisining shujisi Dilnurning yo'l boshlashi bu tavakkulchilarni texmu g'ayratga keltirib, bu tik qiyoning o'ttirsidagi tashlandiq xarobaga jur'atlik bilan kirishiga ilhom bo'ldi. Biroq yiroq o'tmishning yordamchisi Budizm san'at asrining eng ibtidoiy iznasi. G'arbiy yurt tosh kemirining dastlabki asosiy uch bo'rg'an minguyi. Nazarimizda bo'layotgan bayqash programmamizda ko'rsatilayotgan tarixning yaldamisi uch bo'rg'an minguyi nomli filmimizning birinchi qismi. Yer yuzi bilan umumiy egizligi 40 necha metr bo'lgan bu tik qiyoning o'ttirsidagi tosh kemirga chet el arxeologlari oldingi asrning boshlarida kirishga boshlagan. 1906 yili 8-oyda fransiyalik sharqshunos Paul Pilot bu joyni tekshirib xaritaga olgan. 1909 yili 6-oyda yaponiyalik buddizmshunos Otani Kool 1915 yili 5-oyda arxeolog Avril Stein 1904 yili 6-oyda germaniyalik von Lecoq qatorliqlar bu tosh kemiriga kirib o'z ismlarini qoldirib ketgan. Ham qimmatli madaniyat yodgorliklarini olib chiqib ketgan. Shundan keyingi 50 necha yil jarayonida elimiz arxeologlari va avtonom rayonimizdagi tadqiqotchilar bu joyni tekshirib qo'g'da salmog'ini oshirgan. Yerim asrdan ortiq bo'ron chapqunni beshidan o'tkazgan bu qadimiy tosh kemirining hozirgi holati qandoq? Bu joyda qandoq madaniyat izi saqlangan? Bu kemirga sizlarning mumshu necha yildan beri tunji qatim ichiga kirib beksanglar shundoq. Burungi tekshirish xotiranglarda qanday xotirlarning saqlanganligi? Burungi xotirlarda faqat buni egizligi, kengligi, qurilmasi qatorliklar saqlangan, lekin bu tam surat rasmlar saqlab bizda yo'q. Uningdan burun 50 necha yillari shu tadqiqotchilarning ba'zilari kirgan, chet elliklar kirgan. Shularning materiallariga asosan biz foydalangan. Bu qitim bu tafsiliy material qoldirishga muyassar bo'ldik. Yerim asrdan ortiq muhjiyib yotgan bu qeyri muisbet yo'ldan o'tkichilarga qorayib ko'rinadigan uch ishiga orqali ajoyib sirliq tuyg'u ato qilgan edi.
Mana bugun boyliq izdiguvchilar va boshqa sayyohlarning oyog'i ostida vayron bo'lgan, ozgina saqlanib qolgan madaniyat izlari bilan jamoatchilikka qaytadan chumbardisini ich oldida turmoqda. Bugun kun kelganda bu o'yinni tadqiq qilishning ahamiyati nima? Chaqmoq daryosining tuva iqimi qadimgi madaniyat izlari bir qadar keng tarqalgan rayonlarning birisi. Buning ichida 3 Burxon Toshkemir uyi bir qadar mukammal saqlangan. 3 Burxon Toshkemir uyininki tam rasmlari, ishlatilgan materiallari, rang bo'yoqlarining shakllari, xillari, shuning bilan suvoqlarga ishlatilgan materiallardan qaragan chog'da bu 3 Burxon madaniyat yodgorligi bizga ayni davrdagi, ya'ni ibtidoiy davrdagi, ayni davrdagi ibtidoiy holatdagi tam rasmlarniki sizilish uslubi, aloydiligi, uning ishlatilgan rang bo'yoqlar, ostiga berilgan suvoqlarning materiallarini tadqiq qilishda bizni qimmatli birinchi qo'l material bilan ta'minlaydi. Dastlabki ibtidoiy Toshkemir san'ati bo'lgan 3 Burxon Budda xarobasining bugungi holati qanday? Programma guruhimizga xodimlar u Toshkemirga muvaffaqiyatli kiralamdi. Ayni vaqtda chet el ekspeditsiyachilarining buzg'unchiligi bu g'erib Toshkemirni qanday xonavayron qilgan? Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Biz programmamizning oldingi sonida mamlakatimizning eng g'arbidagi, eng ibtidoiy Toshkemir san'at asarining namoyandasi bo'lgan 3 Burxon Ming uyi haqida to'xtalgan edik. Qashqar va Otish oralig'idagi ayni vaqtda Budda dini bir qadar markaziy tarqalgan Chaqmoq daryo vodisi o'zi saqlab kelayotgan buddizm xarobi izlari orqali bu qadimiy yurtning shu vaqtdagi gullangan, taraqqiy qilgan madaniyat andisidan bizni xabardor qilib kelmoqda. Programma guruhimizga xodimlar munosabatli tadqiqotchilar bilan birlikda bu Toshkemir ichiga kiralamdi yo'q. Qani diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Qor muz bilan qoplangan top bag'ri bu kunlarda to'limi sovuq bo'ldi. Toqqa yomishish tayyorlik xizmatlari tutkicha bu top bag'rida kichkina gulxon tayyorlagan bu tavakkilchilar biroz sing'ash amronlarining bu Toshkemirga muvaffaqiyatli kirishiga madad bermoqda edi. Birinchi qadamda Dilnurning hech qanday qo'g'dinish asbobi taqinmasdilla 20 necha metr egizlikka yamishib chiqishi guruhdagi boshqa a'zolarga kuch mag'dur ato qildi. Yerim asrdan ortiq uyquda yotgan bu g'ayribona kulbaning asli holatini ko'rish istigida muxbirlarimiz va boshqa guruh a'zolari birining kaynidan biri top ustiga yamashdi. Ko'rman do'stlar, biz hozir bu shu 3 Burxon Toshkemir uyining ichiga muvaffaqiyatli chiqib oldik. Hozir bu yerga chiqqandan keyin buning amaliy ahvolini hamshat ko'rgandan keyin qanday holat ekanligini biz jur'atamdan tafsilroq anglaylik. Hozir buningki bunday yaslashib qarsak, bu kimlar shu qo'ramni cho'qish orqali yasalgan ekan. Üst qismi agli shaklda, kimir shaklda yasalgan. Bu ich tarafiga maxsus bu
o'rnashtirilgan but supisiga aylangan. Shu Toshkent xonning ishtemidan Ishkirk xonning ishtemigacha 4 metr 95 santimetr. To'g'risi hozir 2 metr 90 santimetr. Bu tosh kemeri jami 6 xonadan tarkib topgan bo'lib, ularning o'rtacha egizligi 2 metr. Üstü qismi kemirish shaklida yasalgan tosh kemiri hujralari ishkir tashqari bo'lib, bir-biriga kirib chiqilib bo'ladi. Biz tarixiy manbalarda ko'rishimizcha, o'sha o'tirki xonadan ikki tarafga ikki ayrim eshik ochilgan deyilgan, shunaqmi ma'lum? Ammo biz hozir ma ko'rayotgan bu tar qisqachoq kichik bir arliq eshikda qilmaydi, shunaqmi ya? Balkim Musa tamdan aşıp tangire bu tamның azırtı kanlık çok 1 metr yıkılaydı. 1 metr yıkılaydıgan Musa tamның işinin buzuluşunu qargan çağda asli A qanıdıklar bilen Mao qanıdıklar alaqılışqanга kichik bir töşüp qo'yib turgan bo'lishi mumkin. Hadi keyin odam o'tish ehtiyojida mushunda markiylardi. Balkim buni yo'g'initib mushunlar g'alat keltirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Hozir biz mana mushu töşükdan biz mayda qisqachoqdan biz qiyilinib turib o'tmoqchi hozir. Bo'ldi, o'tib ko'rib boqaylik. Sizni chapada qo'ydik. Ha, qaram bo'lsa ko'ra. Prezident o'tdi. Ya. Iyo. Oy. Ma uy anadan hiç olmuyor nima deyapti ha? Biz bu uyga chiqib oldik, ammo shu uyning ahvoli bir ko'p baqaylik. Bu uyning ahvoli anankidan sal o'xshamaydigan ahvollarni xelijakka. Mayli cho'ng kichikligi bo'lmasin, mayli tamlarniki shu keyingi o'zgartirligi oldi bo'lmasin, mush ahvollarni bir tushuntiraylik. Bu mavi o'ttirdik uy bu endi. Buning mavi o'ng qo'l tarafim sharqda bir uy bor, g'arb tarafda bir uy bor. Biz hozir Maqsilchaqdan chiqdik. Shunda qolgan chaqda bu uyning mavi ishikimi? Ishki uyga qaraganda bir qadar cho'ng. O'xshamaydigan yeri buningga bevosita bir butni bizga o'yib chiqib yasagan mishaga. Ma butninki osti qismi qapara, usti qismi o'g'irlagan. Hadi ma ustiga qaragan bo'lsak, ma ustida bir gaz bilan suzayotgan bir yemek yaqinqi mazgilga o'zgartirib o'tgan yerga. Yaqinqi mazgildagi. Lekin tafsilni sinchilab qaraydigan bo'lsak, ana. Na, gaz suvoqning ostida, baydigan o'xshash, kakul suvoqning ustiga bir qavat teglik rang berilgan. Onun üstüne resimler sızılganlığı aniq mana ko'rinib turdi. Jur'atga unda biz hozir ma uyning ahvolini bir aqro egalladik. Endi biz yana bir xona kirib boqaylik. Bu xonaning ichi beklo buzilib ketibdi. Hech qanday qadimgi izna qolmabdi. Butun qirib chiqirib o'tibdi ustiga qarang. Tosh kemeri bulangan bo'lib, hech narsa qolmagan. Ba'zi materiallarda ko'rsatilishicha, o'tirdagi tosh kemerining ishki xonasida Budda haykali o'rnatilgan. Biroq hozir Budda haykali o'rnatilgan supuning ozroqla bir qismi saqlanib qolgan. Faqat sharqdagi tosh kemirda qimmatli tom rasmlari, har xil Budda rasmlarining ozroqla izlari qolgan. Bunun içindeki bir kadar tam resimler mükemmel saklanıp kalkan uy sharq tarafga uyga. Ama şu tam resimlerdeki olaydıligi aldırmış saklanıp kalkanlar asasen bir tushunchagan bo'lsangiz. Buldu. Bu sharq uyda mesela tam turib qaraydigan bo'lsak, ustida astronomiya hodislari resim chizilgan. Qaraydigan bo'lsak, böyle tulun ay atrofiga yulduzlar. Onun atrofiga Nilufar guli. Nilufar gulning atrofiga kasaya atılgan, o'ttag'an 50 santimetr atrofidagi bir buttani resmi. Onun atrofiga qizil yeşil ranglardan fix tarixniki yo'pirim sizilgan. Atrofga qaraydigan bo'lsak shunda.
Bu 9 hujra mo'yib biz Şinjan'a nisbeten en iktidai, en baldırkı Taşkemir tam suratlardaki ressamlık ifade bereleydi. Mesela qaraydigan bolsak, bu taneki ottagan ishkenda birdan ishki buttani o'rtgan resmi chizilgan. Bu Şinjan'ın boshqa joylaridagi mo'ng'oy tam rasmlarga o'xshamaydi. Şinjan'ın boshqa joylaridagi tam rasmlarda yaralmış qissasi, tiyilg'uchida rasmlari degandeklar chizilgan, lekin bizning mayada undaq rasmlar yo'q. Ranglar asosan bir xil rang ishlatilgan, ranglar, murakkab rang ishlatilgan ranglardan asosan qizil, yesil, ko'k, qora, karismay degandek ranglar ishlatilgan. Rassamlık usulü rangni tuz cheksi bo'yab yoyirtib quritish orqali chizilgan. Inchki tom chiziqlar asosan ishlatilgan. Bir qism tarixiy manbalarda Sharqdagi Toshkemirda nihoyatda aniq chizilgan Buddha va boshqa rasmlar aniq saqlangan deb ma'lumot berilgan bo'lsa-mu, ammo bugungi kunda uning ozroqla izlari qolgan. Tarixiy manbalar asoslangan ish bo'lgan Buddhaning 4-asrdan 8-asrlar bo'lgan mezgillardagi suvi belgiligining xalq ibodat qilgan. Bu egizlikda 3 uy qator tuzilgan bo'lib, shu o'tturdagi uyninki ikki temaga ish qo'yish orqali ikki tarafdagi uy bilan birgalikda qilib tutashtirilgan. Bu 3 uyninki g'arbiy va sharq tarafdagi uylarniki o'tturdagi tomga buddha qurilgan. Undan boshqa yana üst taraflarda va yan taraflarda bo'lib, shu sharq tarafdagi shu xonasida bir qism tom rasmlari mukammal saqlanib qolgan. Bu rasmlarniki eng dastlabki ibtidoiy holatdagi buddizm tam rasmlariga vakillik qilgan. Ma'lumki, Toshkemirlar buddizm istiqomati va buddizm targ'ibotini maqsad qilib yasalgan. Shuning bilan birga u ayni zamon saviyasiga loyiq go'zallik qonuniyati bo'yicha qazilgan binokorlik san'at asosasi. Uch Burhan Toshkemirmu shu san'at aslihasining eng ibtidoiy holatini saqlab qolgan bo'lib, bu Toshkemir keyingi davrlarda qazilgan Qucha, Bay, Turpan, Pichan qatorliq joylardagi Toshkemirlardan farqlanadi. Hujra mo'ng'oy tam rasmlari bilan Şinjan'ın boshqa joylaridagi tam suratlarniki bir-birisidan bog'liqligi muayyan, bir-biriga varislik qilish masalan, bizniki mayadagi burunqi rasmlardan asosan o'rnak kelib rasmlarni chizgan degandek. Bu Toshkemirlar joylashgan o'rni, xizilish shakli va naqish bezakchilik jihatda o'ziga xos alohidaliklarga ega. Cüretka, biz bayandan beri hazır 3 xonani ko'rib chiqdik bu. Bu 3 xonaning hozir amaliy ahvolini qarag'imizda 3 xona yan tarafdagi ayrim xonasi bilan jami hisoblaganda 6 xona bo'ldi. Lekin yaqinqi mezgillardagi tarixiy kitoblarda yoki bo'lmasa yaqinqi mezgillardagi tadqiqotchilarning xotirlagan materiallarga qaraganda buni 9 hujra deb atagan. 9 hujraning bu yerda hech qanday asosi yo'qmi qanday? Hozirmi ko'rib turyapmiz? Sharq tarafdagi uydimi? Xuddi mush ishiga bir uy erish uchun tayyorlab qilgandeklar, mushundaq bir ish shaklda bir narsa e'lon. Mayada mushundaq bir narsa e'lon. Ikki uyda tangla. Balkim ya avu tarafga, ya u mag'arib tarafga uy elib, biz buni 9 hujra qilmoqchi bo'lganmi? Yoki bo'lmasa bu 9 hujra kiyiklar tarafidan qo'yilgan ismmi? Buni endi keyingi tekshirish natijalari, tadqiqotchilarning tadqiqot natijalari isbotlaydigan majbur qilib qolgan bu. Uch Burhan Toshkemirining joylashgan o'rni tik qiyaga joylashgan bo'g'achqa uzun muddat shamol bo'ronining ta'siriga uchrashi, yer osti suyining tuvallishi bilan kemirning usti qismidagi qo'ram toshlar sirtqa qarab ajrashga boshlagan. Uzun muddat qo'g'dinishga,
asrılışqa muhtaç bo'lgan bu kemir uylar bu qatimqi tavakkülçilərning yordamida yanımı atrofli qo'g'dilish fursatiga erishdi. Sizlarning tunji qatim kirishinglarga mana ichiga oraliqdagi bir mezgillarda masalan 1962-yili Abnum rayon darajada qo'g'dilgan madaniyat yodgorlik o'rni qatori kirgizilib ketgan. Shuningdan hozirgacha bo'lganlikda bu joyni asli keltirish, qo'g'dash asosida hech qanaqa remont etmamidinglar, shunaqmi? Hozirgacha etmamdik. Bundan keyin apristga bir nima tuzatamiz, loyiha tuzatamiz. Shunda endi tuzsak, shu o'tirdiki uyda hozir suv etilgan gazlarni elib asli resimlarni qo'g'dab, hozirgi resimma sharqdagi motash kemirni o'z asli bo'yicha qo'g'dab, o'tirdiki uydagi resimlarni mumkinchilik bo'lsa asli keltirib qilish o'yimiz bor. Tek yordamlik o'tirisidagi tosh kemirdan bu tavakkülçilar muvaffaqiyatli shu vaqt. Mayli qaysi davrda kimlar tarafidan yasalgan bo'lsin, Budda tosh kemiri ayni kemir to'ristlari orqali buddizm tasavvuridagi yaralmish qismatlari bilan buddizmning diniy tarixi va buddizm axloqiy tashabbuslarini namoyon qildi. Bu uch burxan tosh kemiridimi, garchi keyingi mezgillarda tong rasmlarining usti yangidan suvilgan bo'lsa-mu, shu vaqtdagi ajdodlarimizning orzu armonlarining tong rasmlarda o'z ifodasini topganligini ko'rilishga bo'ldi. Juratga demek biz bu uch burxan Buddaning uyini ko'rib chiqdik. Buningki yaslash uslubi, joylashgan o'rni qatorliq jihatlarga alohidlikga qaraganda bu joy ayni vaqtda qanday rol o'ynagan bo'lishi mumkin? Ko'rib turibdik, Chaqmoq daryosiningki tuvan iqimi qadimki buddizm madaniyat izlari bir qadar kengroq tarqalgan rayon. Bu uch burxanning uyi yaslash uslubi va joylashgan o'rni, ichidagi butlarning o'rlashtirilishi va but takchilarining qo'yilishi, suqlarning o'rlashtirishi va yaslash alohidligini qilib o'tgan vaqtida qadimki davrda xonliqning, podshohlarningki ibodat qiladigan muhim o'rinlarning biri bo'lishi mumkin deb faraz qilishga bo'ladi. Bu yerda tarixiy kitoblarda xotirlangandek uncha hashamatlik izlarmi? Shu vaqt tarixga guvoh bo'lg'idek tarishan putuklarmi va boshqa budda parchalarmi qolgan. Ammo mushundaq bir qadimgi tosh kemirning mamlakatimizning eng g'arbidagi bir joyda qad ko'tarib ta bugungacha yetib kelalligini, shu vaqt tarixini, shu vaqt binokorlik san'atini va shu vaqtdagi rassomlik san'atini tadqiq qilishdagi dastlabki manba bo'lib qoldi. Bu tosh kemirlarni binokorlik san'ati jihatdan o'rta iqlim rayonlarining budda qurilishlariga zo'r darajada ta'sir ko'rsatgan deyishga bo'ladi. Burhan Budda Mo'yi haqida ilmiz olimlari o'tgan asrning 80-yillaridan boshlab izlanishga boshlagan bo'lib, bu uch Burhan Budda Mo'yining yasalishi va uning ichidagi tom rasmlar haqida dastlabki qadamda izlanish natijalarini o'ttirib qo'ygan. Ularning qarashicha, bu uch Burhan Budda Mo'yi Qashqar va Otish rayonida buddizm kirgan dastlabki mezgillarda yasalgan bo'lishi mumkin ekan. Bu uch Burhan Budda Mo'yidagi tom rasmlar Mushu Şinjan rayonidagi eng ibtidoiy tam rasmlari bo'lib hisoblanadi ekan. Bu uch Burhan Budda Mo'yi milodiya 10-asrning oldi keyinda vayron bo'lgan.
Budda Ming uyi joylashgan o'rni, yasalish uslubi, saqlanib qolgan madaniyat, san'at izlari orqali ayni vaqtda G'arb rayonida keng tarqalgan Budda dini haqida tafsiliy ma'lumot beralaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mashada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'ngilga rahmat. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.